Mana bu birinchi hujjat. Bu Toshkent metropoliteni bosh muhandisi Mirhusanov Mirhokimning 2025-yil oktyabr oyi hisob-kitob varog'i. Bu yerda bosh muhandisning oylik maoshi 59 million 492 ming so'mdan oshadi. Eng qiziq qatori esa boshqasi. Svertsutishniy 81 million 787 ming so'm. Svertsutishniy bu xizmat safarlari, komandirovkalar uchun beriladigan mablag'. Bu metropoliten rahbarlaridan biri Salihov Ulug'bekning 2025-yilning avgust oyi hisob-kitob varag'i. Hisoblangan ish haqi 62 million. Ammo plastik kartaga o'tkazilgan mablag' 152 million so'mdan ziyod. Hujjatda 104 million 500 ming so'mlik bir martalik to'lov ham bor. Bu qanday to'lov? Mukofotmi, kompensatsiyami yoki boshqa narsami? Hujjat javob bermaydi. Yana bir hujjat. Ergashev Doston. Bu yigit metropoliten bosh muhandisini ammasining o'g'li. Uning 2025-yilning iyun oyidagi oylik hisob varaqasini ko'ryapsiz. Hisoblangan oylik 25 million, lekin plastik kartaga o'tkazilgan mablag' 95 million so'm. Bu yerda ham 72 million 800 ming so'mlik bir martalik to'lov mavjud. Keyingi hujjat. Mirhusanov Mirolim bosh muhandis Mirhusanov Mirhokimning tug'ishgan ukasi. Hisoblangan mablag' 16 million. Plastik kartaga tushgan pul mablag'i 88 million so'm. Bu yerda ham yana 72 million 800 ming so'mlik to'lov. Ana endi metropoliten rahbari Rahmonjon Usmonovning oylik maosh hisob varaqalariga bir nazar solamiz. O'tgan yilning noyabr oyida bu kishi 83 million 254 ming so'mdan ziyod maosh olgan. 2025-yilning dekabr oyidagi hisob varaqasiga qarab esa aqlimiz shoshdi. O'sha oyda Rahmonbek Usmonov janoblari 686 million 840 ming so'mdan ortiq maosh olgan. 2025-yilning yanvar oyida 70 million, aprel oyida 97 million, shu yilning mart oyida esa 88 million so'm oylik maosh olgan. Antikorrupsion idoralarga savol bermoqchiman. Sizlarda hech qanaqa savol tug'ilmayaptimi? Shu tanish bilish, fantastiskiy oyliklar, oddiy ishchilarga 2 yildan beri berilayotgan premiyalar berilmay qoldi. Qayerga bu pullar yo'qolyapti? Hech qanaqa savol yo'qmi? Sizlarda bo'lmasa bizda qayerdan bo'ladi savol? Salomat bo'ling.